Xitoy doiralari Sharq Turkistonda musulmoncha kiyim kiyishga cheklama qo'ymoqda. Tajovuzchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi to'qimachilik korxonalari bilan yezilardagi kichik korxonalar va uyda kiyim tikadigan tikuvchilarga uqtirish chiqarib, yepiq va o'rinishga uyg'un kiyim tiktirgili kelganlarning ishini qilmaslikka buyruq tushirdi. İşğalçı Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi korxona egalariga 10 moddalik bir va'dinomaga majburiy qo'l bostirganligi ilgari surilmoqda. Bu va'dinomadagi moddalar orasida o'rinishga uyg'un kiyim tikishni o'rgatmaslik, bu xil kiyim tiktiruvchilarning ishini qabul qilmaslik, ro'mol artgan ayol va soqol qo'ygan erlarni ishga olmaslik, bundaq kishilarning ishini qilmaslik va xaridor shaklida qabul qilmaslik, ish o'rinlarida namoz o'qishga ruxsat qilmaslik deganga o'xshash musulmonlarning iymoniy va vijdoniy qabul qilolmaydigan shartlar o'ttirg'a qo'yilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, oxirgi oylarda Xitoy doiralarining chekidan eshib, musulmonlarning kiyinishigacha aralashib cheklimalarni chiqarishi yana bir qonliq voqeaning portlashiga sabab bo'lishi mumkin deyishmoqda. Misrda turishli Xitoy bosh elchisi Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarga qaltaq qurishga boshladi. Hilgar Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan beri Uyg'urlarning e'tiqodi, urf-odatlari, tabiiy boyliqlari va madaniyatini imkonining yetishicha buzib tashlashga va yo'q qilishga urinib kelmoqda. Uyg'urlarmi buningga qarshi qo'lidan kelishicha diniy e'tiqodini, milliy madaniyatni va urf-odatlarini saqlab qolishga tirishmoqda. Shuning bilan birlikda chet elga o'qish uchun chiqqan Uyg'ur o'quvchilari dunyoning har qaysi davlatlarida bilim tahsil qilib kelyapti. Buningga chidamagan Xitoy doiralari chet eldagi o'quvchilarni kelgusida o'zining mustamlikchilik xizmatiga selish uchun harakat qilyapti. Chet eldagi o'quvchilarni har xil usulda qiyin ahvolga tushirib qo'yib, undan keyin yordam qilgan ko'rinishda ba'zi faoliyatlarni elib bormoqda. Shuning jumlasidan 26 yanvar Xitoyning Misr turishliq bosh elchisi Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarni mukofotlash murosimi o'rinlashtirish orqali u yerdagi o'quvchilarga Misrdagi vaziyatga aralashmaslikka tashabbus qilgan. Ilgari Xitoylar shuningga o'xshash ba'zi faoliyatlarni o'rinlashtirish orqali xalqaro Uyg'ur o'quvchilarga yordam qiladigan degan nomga erishmoqchi va yana bir tarafdan u yerdagi Uyg'ur o'quvchilarni kontrol qilmoqchi. Hozir Misrda 300 ga yaqin Sharq Turkistonlik o'quvchi bor bo'lib, Xitoy doiralari Uyg'ur o'quvchilarini mukofotlash murosimi uyushtirish orqali kontrol qilishga tirishmoqda. Sharq Turkistonda Turkiya filmlarini ko'rish cheklandi. Sharq Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Seyit Tumturk apandi Xitoy doiralarining Turkiya televiziya filmlarini cheklaganligini ilgari surdi. Xitoy doiralarining cheklamalar bilan insonlarda qo'rqinch paydo qilish siyosatini ijro qilayotganligini bildirgan Seyit Tumturk Sharq Turkistondagi besimlarning uzluksiz davomlashayotganligini bildirdi. Eng oxirida Sharq Turkistonda xalqning olqishiga erishgan Turkiya televiziya uzun qismli filmi Bo'rilar jilg'isi Tuzaq nomli filmning ko'rilishi cheklanganligini bildirgan Seyit Tumturk faqat Turkiya filmlarida emas, balki kishilarning oy yulduzlik kiyim kiyishimi cheklanmoqda dedi. Tumturk yana oxirgi vaqtlarda Turkiyaning Xitoy bilan ikki taraflik diplomatiya munosabati o'rnatganligini eslatib, 2013-yili Xitoy yili deb e'lon qilingan bo'lsa-mu, bu filmlarning cheklanishining oldini ololmaganligi nihoyatda afsuslanarlidir. Turkiya Cumhuriyet Xalq Partiyasi raisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Xitoyga berib Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan assimilyatsiyani ko'rmasdan kelib, Xitoyning parchalanishiga qarshi turimiz deganligimi intayin afsuslanarli bir qarashdir. Bu xil ko'z qarashlarning maydonga kelishi bizni nihoyatda afsuslantirdi dedi. Kimse kimseye özgürlüğü bedava vermez kardeş. Bedelini ödeyip kendini alırsın. Adnan Oktar Türk qarindoshlarımızın qatili Qizil Xitoy kommunistidir dedi.
Türkiye'deki A9 TV kanalının sahibi Adnan Oktar, Şarkı Türkistan'daki 35 milyonga yakın Uygur, Müslüman ve Türk qarindoshlarımızın katili Qizil Xitoy kommunistlardir. Qizillikni kommunizmlikdan algan Xitoy tajovuzchilari o'xshash vaqtda Şarkı Türkistan'da to'kilgan Müslüman ve Türk qarindoshlarımızın qinidan algan bu tajovuzchi Xitoy kommunistlarining Şarkı Türkistan'daki zulmi qachongacha davomlashadi? Xitoy kommunistlari ham qizilligidan hamda u yerdagi kuch tangpungligi bo'lmagan holda qatl qilingan qarindoshlarimizning qotili bo'lishdan qachon voz kechidi dedi. Qozog'istondagi yer tebresh ta'siridan Sharqi Turkistonda 20 ming odam ziyonga uchradi. Qozog'istonda seshanba kech qattiq yer tebrilgan bo'lib, bu yer tebresh ta'sirida Sharqi Turkistonning shimoliy rayoni G'ulja atrofida 20 mingdan ortiq kishi ziyon zahmatga uchradi. Egilishicha 7458 uy yer tebresh ta'siriga uchragan bo'lib, 216 uy o'rilib tushgan. 20421 kishi moddiy ziyon zahmatga uchragan. Ma'lum bo'lishicha, shu yer vaqti atigan soat 12 dan 38 lar atrofida Qozog'istonda 6.1 bal yer tebrilgan. Türk dünyası askar birligi qurdi. 2011-yili Turkiyaning poytaxti Anqarada e'lingan qarorga binoan Avrasiya askar birligi ismi bilan Turkiyani bosh markaz qilgan holda Türk dünyası askar birligi qurib chiqdi. Bu askar birligi tashkilotining tunji qatimliq yig'ini Ozarbayjonning poytaxti Bakuda ochildi va tashkilotning rasmiy qurilganligini e'lon qildi. Yig'inga har qaysi Türk davlatlaridan askariy qo'mondonlar qatnashdi va bu tashkilotni qanday qilib texmo taraqqiy qildirish to'g'risida muzokara olib bordi. Tashkilotni qurishdagi asosli maqsadi bo'lsa, Türk davlatlarini askariy sohada taraqqiy qildirish ekanligini bildirdi. To'rt nafar Xitoy Keniyada pil tishini atkaz qilish jarayonida qo'lga olindi. 4 nafar Xitoy Keniyada pil tishini atkaz qilganligi uchun sudga chiqdi. Bu atkazchi Xitoylar umumiy qiymati necha ming Amerika dollari qiymatidagi pil tishini atkaz qilganligini e'tirof qilgan. Ularga sud tarafidan har bir kishi uchun 30 ming shilling jarimani to'lashga qaror qilgan. Ularning pil tishidan yasalgan 40 chup choka, 6 tal zanjir, bilezik va qalam jasi, shuningdek ig'irligi taxminan 9.6 kilogram keladigan pil tishini elib manganligi bayqalgan bo'lib, 2 tal pil tishining bahosida 18 ming yevroga yaraydi ekan. Bu pil tishlarning hammasi Kongodan keltirilgan bo'lib, Nayrobida aeroplan almashib, Xitoyning Guangzhou shahriga to'shimoqchi bo'lgan. Xalqaradagi pil tishiga bo'lgan ehtiyojning eshishi Afrikadagi pillarni qalaymaqan o'ltirish faoliyatlarini texmo avjiga chiqargan. Bu yil 1-oyda Keniya hukumatı 11 tuyoq cho'ng pildan tashkillangan pil oilasi o'ltirilganligini jakarlagan bo'lib, bu mazkur davlatda 20 yildan buyon yuz bergan eng og'ir pil o'ltirilish voqeasi bo'lib hisoblandi. Afrika pilining sonining ozayishiga ergishib, oldingi asrning 80-yillari Afrika pilining soni 20-asrning o'ttir mezgildigidan 600 ming tuyoqqa yaqin ozayib ketgan bo'lib, hozir Afrikadagi pilning soni oran 470 ming tuyoq pil qilgan. Misrda muxoliflarning ixvonlarga qarshi namoyishi davom qilmoqda. Misrda hozirgi hukumatga qarshi namoyish davom qilayotgan bo'lib, hukumatga qarshi bir qism namoyishchilar bilan soqchilar orasida to'qinish yuz berdi. To'qinishda hozirga qadar 7 odam hayotidan ayrilganligi ilgari surilmoqda. Bütün ommani tinchlikqa o'zaro to'qinishmaslikka da'vat qilgan Misr raisi Muhammad Mursi ichki qalaymaqonchilikni qattiq aybladi va qalaymaqonchilik chiqarganlarni qonun bo'yicha jazolantirish kerakligini uqtirdi. Misr Sahiyya ministrligining ma'lum qilishicha 25-yanvar juma kuni soqchilar bilan namoyishchilar orasida to'qinish yuz berib, 7 odam hayotidan ayrilgan. Undan boshqa Suez kanalida 6 odam, Ismoiliyada 1 odam etib o'ldirilgan va 450 dan ortiq odam qalaymaqonchilikda yordar bo'lgan. Xabar deyilishicha, bir qism kishilar tomonidan qilingan tunugungi namoyishda namoyishchilar Muhammad Mursini 2 yil ilgari Muborakni ag'dirib tashlash inqilobining nishonini amalga oshirmadi deb ayblagan. Fursatni g'animat bilgan ilgariki Muborak nizomidagi o'qituvchilar ommani 2011-yildagi shuarlarni qayta to'lashga, Muhammad Mursi va Musulmon qarindoshlar tashkilotiga qarshi chiqishga qudratqullik qilgan. Shuning bilan bir qancha ming namoyishchi 25-yanvar bir qancha hukumat binosiga hujum qilgan.
amanlıq saqlığıcı qismlar bilan to'qinishgan. Uningdan boshqa bir qancha namoyishchi Ismoiliya viloyatiga joylashgan Musulmon qarindoshlar tashkilotining markaziy ishxona binosiga tosh va o't qo'yg'uchi botilkalarni atgan. Shuning bilan birga ba'zi o'qituvchilar tomonidan metro yo'llarini to'sash uchun metro bekitining ishg'ol qilinganligi ilgari surilmoqda. Tahrir maydonidan Ichki ishlar ministrligi va parlament idorasiga boradigan yo'llarda namoyishchilar bilan amanlıq saqlovchi qismlar orasida to'qinishlar yana davom qilmoqda. Amanlıq saqlovchi qismlar namoyishchilarni tarqitish uchun yosh oqquzish bombasi ishlatgan. İran Suriyaga hujum qilganlik Ironga hujum qilganlik bo'ladi dedi. İran yuqori darajali katibi Eli Xameneining yordamchisi Eli Akbar viloyati 26 yanvar shanba kuni İran Suriyaga qilingan har qanday hujumni Ironga qilingan hujum deb biladi dedi. Mehr axborot agentligi viloyatining so'zini naql qilib tarqatishicha, viloyati Irondagi mustahkam qarshi siyosiy kuchni kuchlantirish uchun Suriya asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun Suriyaga qilingan har qanday hujum Iron va Ironning ittifoqdoshlariga qilingan hujum hisoblandi degan. Viloyati yana mundaq dedi. İran Suriya raisi Bashar Asadning asosliq ittifoqdoshi. Damashq O'rta Sharqdagi G'arb va Isroiliya nufuziga qarshi strategiyalarning bir parchasi hisoblanadi. Tehron 2 yildan beri davomlashayotgan xalq qatliamining jinoyatchisi Bashar Asad hokimiyatining og'dirilishiga qarshi turib kelmoqda. Burma armiyasi musulmonlarni o'ldirish uchun buddistlarni qurollantirdi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, radikal buddistlar 2013-yili 28 yanvar oralig'ida Myanmardagi Merak Au rayonining Rida va Rabarang kentida musulmonlarga qarshi hujum qilishga tayyorlik qilgan. Rohingya axborot agentligining ishonchli askariy axborot mudirlik tarafidan ta'minlangan uchurga asosan zikr qilishicha, kent boshlig'i yerlik buddistlarning musulmonlarga yangidan hujum qilishga tayyorlik qilayotganligini va bu hujumning 28 yanvar orasida yuz berishi ehtimolligi borligini uqtirgan. Egilinishcha, bu xabarni musulmonlar bilan tijorat munosabati bor bir buddist kent boshlig'iga yetkazgan ekan. Bu kentdagi amanlıq saqlash qismlari va armiyalar o'tgan dushanba kuni shahar ichidagi bosh askariy shtabiga ko'chib ketgan bo'lib, egallangan ma'lumotlarga qaraganda ular ko'chish vaqtida shu yerlik buddistlarni qurol va portlatqichlar bilan qurollantirgan ekan. Buddistlar 25 yanvarda musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, lekin musulmonlar buni sezib qilib qarshi turishga tayyorlik qilg'achqa buddistlar hujum qilish planini keyniga surgan. Mushuningga o'xshash muqimsiz bir vaziyatda u yerdagi musulmonlar dakki-dukki ichida yashayotgan tursa, u yerning yerlik hukumat musulmonlarni qo'g'dash va ularga amonlik yaratib berish u yoqda tursin, buddistlarning musulmonlarga hujum qilishi uchun yordam berayotganligi o'ttirg'i chiqmoqda.